Pomidordan qanday qilib 3 barobar hosil olish mumkin? Ko'pchilik pomidor ekadi, lekin hamma ham undan yuqori hosil ola olmaydi. Aslida esa bir nechta oddiy agrotexnik usullar yordamida pomidor hosilini sezilarli darajada oshirish mumkin. Birinchi muhim omil to'g'ri ekish masofasi. Pomidor ko'chatlari bir-biriga juda yaqin ekilsa, o'simliklar quyosh nuri va ozuqa uchun raqobat qiladi. Shuning uchun ko'chatlar orasida kamida 40-50 sm masofa qoldirish tavsiya etiladi. Ikkinchi muhim usul yon novdalarni olib tashlash. Pomidor o'sishi davomida yon tomondan ko'plab novdalar chiqaradi. Agar ular vaqtida olib tashlanmasa, o'simlikning kuchi meva berishga emas, barg o'stirishga ketadi. Shuning uchun ortiqcha novdalarni muntazam uzib turish hosilni ko'paytiradi. Uchinchi omil esa to'g'ri oziqlantirish. Pomidor ayniqsa gullash va meva tugish davrida fosfor va kaliyga muhtoj bo'ladi. Kompost yoki maxsus mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish mevalarning soni va sifatini oshiradi. Shuningdek, muntazam sug'orish va tuproqni yumshatish ham muhim ahamiyatga ega. Namlik yetarli bo'lsa, pomidor ildizlari yaxshi rivojlanadi va o'simlik kuchli bo'ladi.